Kecha ajoyib tush ko'ribman. Yoshim 28 ga kirgan ekan. Uylangan ekanman va kichkina qizim ham bor ekan. Oshxonada o'tirib iftorligiga lamon tayyorlayman. Ishi bolgarskiy, sabzi, kartoshka, piyoz, go'sht maydalashdan boshlayman. Ketidan Xitoy garomini gullaridan ajratyapman. Gazni yoqib, ketidan yog' soldim. Qizib olgandan keyin vahima bosdi. Qaltir-qultir qilib go'sht ketidan amallab piyozni soldim. Keyin sensoy deb yozilgan sous ketidan tomat va bir piyola suv soldim. Bir payt ko'k to'g'richaga bir kosa nokob suv solib, ketidan yog', tuxum chaqib, yana ketidan un solib qorishni boshladim. Qozondagi qizargan masalliga suv solib, gazni ko'tardim. O'sha payt Xitoy karomini maydalash esimga tushib qoldi. Qancha kuch bilan to'g'rasam ham kuchim yetmasdi. Amallab to'g'rab oldim. Keyin qilgan ishim tindirilgan xamirni yoyish bo'ldi. Tush bo'lgani uchun xamirni yoyishga ko'p kuch yo'qotgandek bo'ldim. O'ngdan, chapdan, tepadan, pastdan qilib xamirni yoyib oldim. Xamir yopishib qolmasligi uchun un sepib, o'qluvga o'rab, o'qluvdan chiqarib oldim. Lamon tayyorlayotganim esimga tushib qolgani uchun xamirni maydalab to'g'rab chiqdim. Qattadir qolib ketgan ukrop, sabzi va kartoshkani, xullas mayda-chuyda narsalarni qaynab bo'lgan sho'rvaga soldim. Turib boshqa qozonda to'satdan yana yog', piyoz, karom, bolgarskiylarni xullas qovurib oldim. Qovurib olingan birinchi qozondagi hamma masalliqni birinchi qozonga, ya'ni sho'rvaga sovordim. Yana qattandir uchinchi qozon paydo bo'ldi. Boyiga to'g'ralgan xamirlarni qaynatib oldim. Shu bilan lamon tayyor bo'ldi. Mazasi zo'r chiqibdi. Xullas hamma xursandmish.